Assalomu alaykum Nurik Servis YouTube kuzatuvchilari, mana sizlar bilan birgalikda Nexus 3 proyektimizni yakunladik akalar. Big scene, catching us on the big screen. 16 bar slicker is pristine. Let's stream everything that we spit clean. Big G's, pockets are looking mint green. Ko'rishlaringiz mumkin, bu mashinaga har bitta qilingan mehnat ketgan kun, mashinani kuzovini, ya'ni ramasini almashtirib berganda, ko'rib turgan holatlaringizda bizning servisimizga tashrif buyurganda akalar, biza buni rama almashtirib berish ichida pol patologlarni polностью original shumkalar bilan bir sloy shuma izolyatsiya qilib berdik. Salonlarni himchiska qilib berdik akalar. Polностью diagnostika hammasini bitta servisda yakunlab berdik. Kuzov almashganda ertaga tiqirlab qolish, har xil mashinani topshiramiz, sizlarga hech qanaqa bezovta qilmaydi. Plus 3 oy garantiya beramiz akalar. Mashinani yili 2017-yil biz buni radnoy holatga keltirib berdik. Orqasidan strashnoy avariya bo'lganda akalar. Endi bu yog'iga YouTube ga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, polностью har bittasini ish jarayonlari bilan qo'yishga harakat qilamiz akalar. Nurik servisga kelsalaringiz shunaqa chiroyli xizmatlarni qilib beramiz. Mashinani bitta ishlarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Hozir mashinani salonlariga e'tibor beramiz akalar. Yangidek qilib himchiskalarni ham ichida qilib berganmiz. Ortiqcha to'lovlarsiz. Sizlarga hozir orqa salonni ham ko'rsatamiz akalar. Mashinani ko'jalari achiranli holatda edi. Mashina 10 yillik mashina bo'lsa ham 26-yilga boshqatdan qaytarib berdik akalar. Bagajiga e'tibor beramiz akalar. Bagaj ham radnoy qo'yilgan ramani ichida akalar. Bitta baho beramiz salon qismiga. Mashina hech qanaqa kraska sepilmagan. Radnoy holatda bitkazib berganmiz akalar. Hamma narsani iloji bor, hamma narsani imkoni bor. Bu mashinani o'zini qilsagan bo'lar edi. Mablag' prosta bir xil bo'lib qolganligi uchun lutchi bitta rama qo'yib berdik, sifatli qilib terib berdik. Hech qanaqa elektrika, motor hammasi Nurik servisda o'zida kafolatlangan holatda. Dokument ishlariga keladigan bo'lsa, ko'pchilik so'raganda dokumentini ham o'zimiz bitkazib beramiz akalar. Hech qanaqa ortiqcha to'lovlarsiz, faqatgina bitta texpasport almashadi xolos. Kuzov almashdi degan narsalarni ham sizlar uchun kelsalaringiz, YouTubedan, Instagramdan kelsalaringiz hammasini bitkazib beramiz akalar. YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, Instagramga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa ajoyib proyektlar faqat Nurik avtoservisda. Sifatli ishimizga bitta baho beramiz. Mehr ko'zda dilxiralik bo'lmasin. Nurik avtoservisga obuna bo'lib qo'ying.